Bugun talabalar kuni ekan, talabaligim esimga tushib ketdi. Xonada 5 kishi turar edik. Bir kun qarasak, nonimiz tugagan. Stolning tagini qidirib qarasak, non bor va u ko'kargan. U ko'kargan nonni uyda bo'lganimda yemasdim. Qiz bola bo'lsak ham biror marta uyimizdan pul so'ray olmaganmiz. O'sha nonni, ko'kargan nonni xonadonlarimiz bilan hammamiz yeganmiz. Chunki qornimiz och bo'lgan. O'shanda shunaqa xo'rligim kelgan. Xonadonlarimizdan bitta qizimiz rosa yig'laganlar-da. Ketaman bo'ldi, perevod olaman o'zimni viloyatimga. O'qimayman Toshkentda deganlar-da. Va bilasizlarmi nima? Hozir o'sha kuni ko'kargan nonni yegan 5 qiz hammamiz muvaffaqiyatli bo'lib ketdik. Bittasi Amerikada, bittasi bugun umraga uchib ketyapti, ota-onasini olib ketyapti. Amani juda ham yaxshi taniysizlar. Har doim aytganimdek, har bir qiyinchilik ortida yengillik bordir. O'sha qiyinchiliklarga go'zal sabr qilganimizning orqasidan mana shu yengilliklar keldi deb o'ylayman. Talabalar, bugungi kuningiz bilan tabriklayman. Hammaga omad.